Ikki nuqta o'rtasida doim to'g'ri chiziq tortiladi. Jang san'atida ham xuddi shunday. Bu menimcha eng to'g'ri yo'l. Muammoni qay usulda tez va oson hal etish mumkin? Balki bu ko'pchilik yoqmas, ammo bu meni yondashuvim. Men Ju Fu Lunman. Fu bu baxt degani. Lun esa Bryus Lining laqabidir. Vaznim 66.4 kilogramm. Politsiyada ishlayman. Rollarda Donnie Yen, Teresa Mo, Nikki Choi, Gon Tsin, Jessica Jang va Chey Ni-Li. Rejissyor Kenji Tanigaki. Prodyuser Donnie Yen. Baqaloq ajdarning qaytishi. Wake up and see the sun is here. Take a sip of the coffee and breathe. Bu men emasdim. Ta'zirini beraman. Urmay! Iltimos! Opajon, aybdor emasman. Opajon, aybdor emasman. Bor. Oy, qayerdasan? Yana necha marta chaqirishim kerak? Yaxshi, hozir boraman. Namcha ko'p pardoz qilasan. Hamma tayyor, faqat seni kutishmoqda. Bir o'zing suratga tushayotganing yo'q-ku. Qani tezroq bo'l. Rejissor kutib qoldi. Bo'la qol. Xo'p. Rejissyor, men tayyorman. Hozirroq joyiga bor, uyg'otib yuborasan. Hammasi joyidami? Shoshilma kutib tur. Telefoning jiringlar. Hozir. Salom, tugatdingmi? Yo'q, yana gap eshitdim. Oyimga pullarni yuboring. Rasmga tushish ham esingizdan chiqmasin. Aks holda to'y bo'lmaydi. Menga turmushga chiqmaysanmi? Xushro'y yigit emassiz. Iltimos, cho'zmang. Javonda kiyimingizni tayyorlab qo'ydim. O'shani kiying. Ha, mana shu. Voy. Nima bo'ldi? Eng so'nggi urfdagisi, tushundingizmi? Mayli, ishlashim kerak, xayr. Oching. Hoy. Axir shu yerdan olmassiz? Bu eng yaxshi rakurs. Nima dedingiz? Ammo balandlikdan qo'rqaman. O'rnimga dublyar sakray qolsa. Qimirla. Kim sakragan dedi? Hali kameralar tayyor emas edi. Qaytadan boshlaymiz. Hoy Ju, o'zingmisan? Albatta, tasodifdan qarang, qayerga yo'l oldingiz? Do'konga oladigan narsalarimiz bor. Birga boraymi? Yo'q, shart emas. Namchi yasam oldik. To'y suratiga tushmoqchiman, unutmang, kelasi oy o'zim ziyofat beraman. Tabriklaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Albatta, omadingni bersin. Bo'shashma og'ayni. Hey! Ko'p ovqatlansang, tez orada semirib ketasan. To'yga kelmadik, o'g'rilarni tutmoqchimiz. Xo'sh, yarashibdimi? Judayam. Mehmonxona boshqaruvchisiga o'xshab qopsan. Nima, suratga tushmoqchimisan? Bu eng so'nggi urfdagisi. Nimani ham tushunarding? Uylanib aqlni ozib qopti. Xayrli tong. Salom. Hurmatli mijozlar, biroz kuting. Nega odam ko'p? Janob. 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 Dispetcher, ko'chada mashina taqiqlangan yerda turibdi. Iltimos, evakuator yuboring. Tezroq. Yoshda, gugurt bormi? Yo'q. Ana, do'konga bor. Minnatdorman. Qurumsoq. Ismingiz nima? Xuan Linchin. Janob Xuan, tug'ilgan sanangiz 27-mart 2000-yil. Voyaga yetmagansiz, sug'urta raqamingiz. Nima qilasan? Gonkong politsiyasidaman. Fon Lao, raqamim 71337. To'xtash qoidasini buzmoqdasiz. Sizga $320 jarima yozaman. Internet va boshqa istalgan yo'l bilan to'lashingiz mumkin. Tushunarlimi? Biz hamkasbmiz. Zo'r kasb tanlabsiz. Salom azizam.
Navbat olib qo'ydim. Pul yechmadingizmi? Aytgan zahoting bajardim. Eslatib turganim yoqmadimi? Yo'q, sensiz nima ham qilardim? Hali uzoq cho'ziladimi? Ko'p kutmaysan. Nima demoqchisiz? Hammasiga o'zim aybdorman. Oha, hurmatli mijozlar. Voy, kasal bo'lishdan qo'rqasizmi? Koronavirusga qarshi sug'urta qildirganmisiz? Uzilib qoldi. Barcha tizimlar o'chirilsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Uy! Boshqaruvchi! Diqqat, hamma tizalasin. Qimmatbaho narsalarni chiqaring. Seyfni och dedi. Kalitim yo'q. Hazillashmoqchimisan? Kalit qani? Ta'zirini berib qo'yaymi, ha? Mana. O'yinchog'im olib qo'ymang. O'g'lim, berib tur, qaytarib beraman. Beraman dedim-ku. Uni nima qilasiz? Beraman dedim-ku. Qoch. O'yinchog'iga tegmasangiz bo'lardi. O'ldiring uni. Pullarni ol, ketamiz. Bo'ladi. Ketdik. Tezroq qoching yo'ldan. Oshna, shoshma. O'rningda tur, yaramas. Qara biznikilar, qimirlamang. Shu mashinagami? Nima farqi bor, bos? Bos dedim. Yigitlar, men aybim yo'q, qo'yib yuboring. Nima uchun? Uloqtirib tashla. Jufulunmi? Ha, eng qaynoq nuqtada. Yordamchi kuch yuboring, begunohlar aziyat chekmasin. Qo'yil. Yaramas boshqaruvchi. Osonlik bilan taslim bo'lmayman. Quvon, yaxshimisan? Qo'la qol do'stim, ta'zirini ber. Qo'lga oling. Do'stim, mahoratini ko'rsat. Voy. To'xtating hozirroq. Nima deding? Nega? Yo'g'lik qilma. Senga imkon beraman. O'zing taslim bo'lsang, muddatni qisqartiramiz. Shunda O'ldim deyaver, muttaham. Hammasiga javob berasan hali.
Endi haddingdan oshmaysan. Qaynoq yangiliklar 24/7 to'lqinda to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatamiz. Voqea joyida olingan tasvirlar yangi kuyov mohirona tarzda jinoyatchilar bilan kurashmoqda. Eshitaman. Nima? Ha, bo'ldi. Ha. Yo'q, odamlar kammi? Qiziq emasmi? Ha, tushundim. Mana, bo'lgan ushla. Bo'la qol. Hurmatli tomoshabinlar, sizni eng so'nggi qaynoq yangiliklar bilan tanishtiramiz. Kuyov libosidagi yigit jamiyatdagi jinoiy to'daga qarshi bir o'zi kurashmoqda. Uning mardligiga e'tibor bering, ammo jinoyatchi ham taslim bo'lmoqchi emas. Ikkisi ham mohir jangchi ekan. Xo'sh, intervyu bera olasizmi? Yo'qol, bu meni lavham. O'zing yo'qol, xalaqit berma. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Nima? Yaramas, tomoshabinlarga nima deya olasiz? Boshladik. Ortidan qolma. Bo'la qol, tez. Do'stim, Halokatga uchradim. tinchlan, yaxshimisan? Xavotir olganing uchun rahmat, og'ayni. Vaziyat juda qaltis. Ammo bu bizga taalluqli emas. Nima? Politsiya idorasigami? Rostami? Namuncha tez. Yo'ldan qoching! 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 Ha, uddaladim. Yo'qol, boshliq, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Nega kimsiz? Qo'rqitmay odamni. Jo Fulon! Shoshmang. Bugun suratga tushish uchungina Gonkongga yetib keldim. Sizchi? Va'dangizda turmadingiz. Yangiliklarda chiqqaningiz nimasi? Xon xavf ostida qoldi, axir do'stim-ku. U va men politsiyada ishlaymiz. Nima? Butun shaharga bitta o'zingiz ishlaysizmi? Qolganlar o'lib ketganmi? 10 yildan beri hayotingizdagi bosh qahramonga aylanish ilinjidaman. Natija qani? Nima uchun? Gapiraverishsin. Namuncha lapashaysiz. Haligacha lavozimingizni ko'tarishmadi. Meni boqolasizmi o'zi? Shunday bo'lganda qiynalib ishlamasdim. Hoy, ishlashing shart emas demaganmidim. Seni boqishga qurbim yetadi. Ishlamasam meni boqmaysiz. Boshqa gapirmayman. Yo'q, gapiring. Yo'q, hech ham. Gapiring. Ichingizni qolib ketmasin. Qani? Aslida aktrisa emassan. Shunchaki havaskorlik emasmidi? Seriallardagi chiqishlaringni ko'rdim. Urmang meni, urmang. G'alati rollar. Hammasida baqaloq bo'lib chiqqansan. Nima demoqchisiz? Bunaqa qarashni bas qil. Qanday qaradim? Gapiring dedim. Bu meni ko'zlarim. Voy. Abba, o'zing aybdorsan. Meni urdingizmi? Voy, yaramas. O'zing urding-ku. Hoy yigit. Bugun haqiqatni gapiraman. Oyimni tug'ilgan kunlarida dengizda sakraganingizda Odamlarni qutqardim. qaysi odamlarga? Dunyoni qutqarish sizga qolganmi, a? Doim keraksiz yerda paydo bo'lasiz. Safsata sotma. O'sha jinoyatchilarni mendan ustun qo'yasiz. Uchrashgan kunimizni eslaysizmi? O'ylamay javob bering. 8-iyul 2006-yil. Qanaqa ko'ylakda edim? Oq. Itlarimni laqabini bilasizmi? Bobbi Vazari. Ota-onam qachon uchrashishgan? 1957-yilda sentyabrda. Nega men bilmayman-u, siz xabardorsiz. Sevimli aktyorim. Brad Pitt. Yo'q. Gary Oldman. Yo'q. Al Pacinomi? Yo'q. O'tgan hafta Al Pacino deganding, yana o'zgardimi? Bu haftada hech kim. Mazax qilyapsanmi? Hozir ta'siringizni beraman. Iya. Ehtiyot bo'l. Sekinroq.
Gonkongda 30 mingdan ortiq politsiyachi bor. Aynan boshlig'imizni bosib ketishing shartmidi? Aralashma demaganmidi? O'zing rozi bo'lgansan. Ha, esimda. Toni, 3 aka-uka haqida unutmagandirsan. O'sha yerga borganimda bir o'zimga 3 tasi qarshi chiqqan. Ularni yo'q qilganman. Hammasini dabdala qilganim esimda. Ha, Keyin butun o'rmonni dabdala qilganingni ham unutmassan. Tabiat himoyachilaridan rosa ariza tushgan ekotizim, noyob qushlar esingdadir. Balo voqeasi-chi? Bir o'zim sayrga chiqqandim. Qo'limda singan to'qmog'im bor edi. Kutilmaganda qarshimdan jang san'ati ustasi chiqib qoldi. O'zim bilan yuzma-yuz keldim. Boshqasini qo'lga olgansan. Nima demoqchisan? Yo'q, adashmaganim aniq. Bu o'sha edi. O'sha. Mayli, o'zing bilasan. O'sha ishni ochib odamlarga yordam berganman. Seni ko'tarib, meni past lavozimga Bu tushirish. ish meniki edi. Sen xalaqit berding, bu hisob emas. Endi rafiqam ham ketib qoldi. Nega hayot bunchalar shafqatsiz a? O'zingga mosini tanla demaganmidim? U mahoratli aktrisa. San'atga ulkan hissa qo'shmoqda. Ularga zavq ulashadi. Faxrli kasblardan biri. Tushunarlimi? Har bir senga mos emas. Qisqasi, bu yerda necha yil ishladim? 7 oymi? Bugun 7 oy bo'ldi. Aynan bugun ko'tarilganimni nishonlaymiz. Kechikma. Rostlan! Mendan xavotir olmang. 3 narsani unutmang. Va'daga vafo, an'analarni hurmat va burchga sadoqat. Rahmat. Xo'jayin, odamlarni qutqarish xayrli ish. Ehtiyot bo'ling. O'zingizni asrang. Xotirlanma, ishingni o'zim davom ettiraman. Ehtiyot bo'l. Yangiligim bor. To'y uchun pul to'plash shart emas, xo'pmi? Endi ortiqcha ishlash yo'q. Ofarin. Kechir singlim. Hech qisi yo'q. Shu shartmi? U qalashga borib gaplashsak bo'lmaydimi, ha? Hoy, meni tezroq bo'limga qaytarishing kerak. Hamkasblarimdan xavotir olyapman. Tushuntira oldimmi? Juda ham xavotir olyapman. Ey, super qahramon har gal odamlarni qutqarganda qonunni nega buzishini hech o'ylab ko'rganmisan? Nahotki xayolingga kelmagan bo'lsa, Bu bilan nima demoqchisan? boshqa bo'limga o'tkazilding, yangi do'st orttirgandirsan. Rahbariyat holi jonimga qo'ymayapti. Uyga faqat kechki ovqatga yetib kelaman. Hayot bir maromda davom etaversin. Aralashishni nima keragi bor? Qara, o'rmon juda chiroyli, tabiat go'zalligidan bahra olyapmiz. Doim shunaqa qilasan. Poyga uyushtiramizmi? Oqim bo'ylab suzishni qachon o'rganasan? Hayot lazzatini tatib ko'r. Bo'ldi. Boshqa chidolmayman. Oqim bo'ylab suzish, hayot lazzatini sezish. Hammasi bema'nilik. Mana shu daraxtlarni kim o'stirgan? Yo'llar ham tekis. Men qonun tarafdoriman. Doimo olg'a. Hoy, qopqoqni kim yopmaganda? Yiqilish sharmandalik emas. Inson mana shunday kurashlardan so'ng yanada toblanadi. Bu meni so'zlarim emas. Do'stim aytgan esdaliklar. Oltin ajdar usuli 4-kata. Ajdar yo'li. Ajdar yo'li. Bu yil ham mukofotga nomzodingiz qo'yildi. Balki biroz ter to'kish vaqti kelgandir. U o'z ishini a'lo darajada bajaradi. Sevgan insoningiz bilan birgamisiz? Aslida uni qayerdan Bu olgansiz, shaxsiy hayotimni tinch qo'ying. Yaxshisi ish xususida gaplashamiz. Yaponiyaga borib, hoy, u tomonga. Ju Fulun. I wish it won't be how we ended. I wanna kiss you one more time.
light the fire in our heart, they will last forever. 'Cause I can get you off my mind. 'Cause I can get you off my mind. Jufulun, kela qol. Tushlikka kech qolaman. Hozir topdim. Mana. 6 oydan so'ng. Shu kerakmidi? Ha. Yaxshi. Mana. Mayli, tushlikka ketdi. Dalillar xonasi. Tug'ilgan kunim bilan tabriklayman, o'zim muborak bo'lsin. Hurmatli Ju Fu Lun. Inson uchun eng muhimi nima? Tani sog' bo'lsa bo'ldi. Tokio. Salomatmisiz? Xush kelibsiz, xo'jayin. Salom. Salomatmisiz? Xush kelibsiz. Salom. Salom. Salom, xo'jayin. Salom. 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 Yana o'ldiraman. Kelasi haftada muhim shartnoma imzolaymiz. Xo'pmi? Yaxshisi qarshilik qilmang. Janob. Ha, keldingmi? Jam o'tiring, Xitoy serialini ko'ryapman. O'tiring dedim. Bu Yuji Yamamoto. Banan otayotganimi yoki yeb turganimi? O'sha otayotganida Ha, tushundim. bank o'marilishda aziyat chekkanlardan. Portlash vaqtida miyasini 10,5 doirasidan qon qotib qolgan va shuning uchun aql hushi joyida emas, ammo yashaydi. Faqat xotirasi sal chatoq. Xo'sh, bu yoqqa. Yapon zobitlarni aytishicha, Tokiodagi avtohalokatga bog'liq tomoni bor ekan. Uni Yaponiyaga qaytarish muhim. Bu vazifani senga ishonib topshiraman. Chipta va qolgan ma'lumotlar shu yerda. Inding uchasan. Shunchalar tezmi? Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Shuni bajarsang, seni o'z bo'limingga qaytaraman. Rostdanmi? Albatta. Nahotki shuni niyat qilgandim. Orzung ushaldi. Ishongandim juda soz. Senga ishonaman. Albatta uddalaysan. Hoy, qayerga chopyapsan? Nima bo'ldi? Hech narsa. Hoy, muhim ishing bormi? Hammasi joyida. Hoy, Xuan, to'xta. Janob Xuan, sizni izlab yurgandim. Ko'rik uchun pul to'lamadingiz. Hammasi joyida. Hamkasbim qarzlarni yopadi. Shoshma, va'dangni bajarasan, ha? Katta rahmat. Iltimos, hisobni to'lab bering. Qancha bo'ldi? 58 ming, yana qo'shimcha xizmatlar ham bor. Hoy. Hoy, haligi. Bu menman. Tanimadingmi? Jufulan? Voy. Namuncha semirib ketdingiz? Shunaqa degan. Ha, juda. Rostdanmi? Endi ko'rchi. Ha. Sizni zo'rg'a tanidim. Endi idorada ishlayapman. Dalillar bo'limida kuni bilan o'tirib ishlayman. Ovqatlanganim ovqatlangan. Mana ahvol. Ammo parhez qilmoqchiman. O'zing qayoqqa? Ish bo'yicha sizchi? Ha, men ham. Mayli, unutmang. Asosiysi hammasi joyida bo'lsa bo'lgani. Joyida bo'lsa bo'lgani. Shoshma. Serialda suratga tushibsanmi? Muxlislaring ham ko'paygandir. Men ham tomosha qildim.
Rahmat. Xonimlar va janoblar, parvozga shaylaning. Iltimos, o'z joyingizni egallang. Men birinchi klassdaman. Shunaqami? Ko'rishguncha. Haligi birga ovqatlanamizmi? Birga. Qizaloq. Samolyot parvozga tayyor. Bu do'stim Lun. Bu esa mijoz. Janob Lun, tanishganimdan xursandman. Salom. Mayli. Xayr. Xayr. Salom, bu inspektor Len, men esa tarjimon Megiman. Janob Lane, katta rahmat. Ha, yo'q, kechirasiz. Voy, jonursan. Tashqariga chiqishim shart emas. Xavotirlanmang, o'zim olib boraman. Ha, mayli, yura qol. Janob Ju, nima ichasiz? Qoyil. Senchi? Yo'q, shart emas. Mayli, rahmat. Zobit Ju, Yaponiyaga birinchi marta kelishingizmi? Yo'q, Sevgan qizingiz bormi? albatta. Ammo aloqa uzilgan. Ancha bo'ldi. Kechiring. Hech qisi yo'q. Aslida tarjimonlik vaqtinchalik ishim. Raqqosa bo'lishni orzu qilganman. Lekin keyinroq fikrimdan qaytdim. Endi uchuvchi bo'lish istagidaman. Qoyil. Qochib ketdi, janob Lon qochdi. Hoy, shoshma. Ahvolingiz yaxshimi? Ortidan boraman. Yo'q. Salom, agent Lun Huan bormi? Men tarjimon Maygiman. Asli xitoylikman. Tokio universitetini tamomlaganman. Yo'q, Pekin emas, Tokiodagi. Mumkinmi? Ha, 22 yoshdaman. Hoy, kechirasan. Rostdanmi? Menga yoqadi. Xo'p. Hoy, Xivan. Qalaysan? Juda yaxshi. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi dedim. Muammo yo'qmi? Yo'q, qanaqa muammo? Ozish taraddudidaman. Ammo kichkina noxushlik bo'ldi. Haligi jinoyatchi qochib qoldi. Nima deding? Xavotir olma, hammasini hal qilaman. Qanaqasiga qochib ketadi? Nima? Mendan o'ch olmoqchimisan? Nega unday qilasan? Nima uchun? Yapon politsiyasi oyoqqa turgan. 2 soatda uni topamiz. Xavotirlanma. Hal bo'lishi bilan qo'ng'iroq qilaman. Xo'pmi? Olishmasa-chi, sen javobgar emassan-da. Ishingdan ayrilib bo'lding. Shunchaki. Mayli, qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Eshitaman. Voy, og'riyapti. Boshliq, ishlar pachava. Topdingizmi? Jinoyatchi qani? Hozir bu yoqqa keling, iltimos, o'tiring. Xo'sh. Topdingizmi? G'oyib bo'ldi. Nima? G'oyib bo'ldi. Nima demoqchisiz? Ertaga gaplashamiz. Yo'q. Gonkongga qanday qaytaman? Yaponiya kuchli mamlakat, albatta topamiz. Nima deyapsiz? Meni haydab yuborishadi. Biz kuchlimiz. Tushunmadim. Tarjimon qani? Maygi, bu yoqqa kela qol, tezroq. Maygi, Eshitaman. kela qol. Endi nima qilaman? Ha? Qo'y. Xo'p. Eshitaman. Nega aldading? Topolmaymiz deyishdi-ku. Qayerdan bila qolding? Men aytdim. Seni ogohlantiraman. Xivan, quloq sol. Men Yolg'on gapirding. o'zim hal qilaman demaganmidim. Ont ichaman. Topmagunimcha ortga qaytmayman. Kelishdikmi? Bu yerda xitoyliklarning klubi bor. Bir odamni topasan, albatta yordam beradi. Xiao Ha, San yoniga bor. tushundim. Hozir Jufulomusu? o'zing kimsan? Chaosa. Alo. Nihoyat sizni topdim. Ha, o'zim olib boraman. Albatta. Mayli, ko'rishguncha. Voy. Xo'sh, shu yergami? Aha, ko'rdingmi? Men kashdan sotaman. Rostdanmi?
Qoyil. Ha, so'ra. Qani ola qol. Yangi pishdi. Hali qovurilmabdi. Nimasini aytasan, ajoyibsan-da. Odamlardan pulini olishni bilish kerak. Yuqori qavatda yashayman men. Marhamat. Bu nimasi? Bu xato emasmi? Ha, nega Yaponiyaga ko'chib kelgansan? Aytimi, 10 yildan beri yashayman. Endi shu yer meni vatanim. Ammo Gonkongda ham politsiyachi bo'lganman. Meni temir mush deb chaqirishardi. Qoyil zo'r ekan. Seni hamma taniganmi? Qivan hatto gazetada chiqqaningni ham aytgan. Ha, bu haqiqat. Shunaqa gaplar. O, shinam joy ekan. O'zingni uydagidek his qilaver. Xuan 200 ming qarzini to'lashini aytgandi. Yana qanaqa pul? Yordamim uchun pul to'lashini gapirdi. O'tgan safar meni hisobimdan ishlarini bitirib ketgan. Nima? Aslida u sen menga pul berishini aytgandi. Narsalarim yo'qolib qoldi, esingdadir? O'ylanadi. Ikkimizni ham chuv tushiribdi. Nega doim chopaverasan? Pul izlayapsanmi? Yo'q, boshqa chidolmayman, zahar tang qildi. Valyura aytmaysanmi? Yuqoriga chiq. Marhamat qiling. Xush kelibsiz. Marhamat. Mana. Xonim, ichkilik keltiring. Xo'p. Hammang tashqariga chiq. Ishchilardan boshqa hamma yo'qolsin. Ket dedim. Yo'qol. Qani? Tezroq. Bu yoqqa kel. Xush kelibsiz. Tezroq borimga ichimlik ber. Qarzni so'rab kelganingizni bilaman. Iltimos 5 kungina kutib turing. Nima, to'lamoqchi emasmisan? Atigi 5 kun, 4 kun, 3 kun. Pullarni hozirroq chiqar. Shuni olib tura qol. Yurimiz. Ishlashni istasang qoidaga amal qil. Yana qanday qoida? Mijozlarni cho'chitib yubordingiz. Ular bo'lmasa pulni qayerdan olaman? O'chir ovozingni. Pulni ber. Hammasini sindiring. Usig'a kel. Hammani yog'o bilan mehmon qilaman. Qani, ola qoling. Juda mazali. Sen kechir, iltimos. Kimsan dedim, o'lgin keldimi? Voy muttaham, tegma unga. Seni uraman, qaytarishga urinma. Balki kelishib olarmiz. Daf bo'l, ket qilib o'lgur. Uzr, kechirasiz. Kichkina bolaga kuchi yetmadimi? Pullarni keltirdim. Iltimos tinch qo'y. Faqat bizni tinch qo'ysang bo'ldi. Endi keragi yo'q. Iltimos urmang. Iltimos. Hoziroq tarqaling. Hamma hujjatini olsin. Bu nimasi? Oho, vaziyat jiddiy-ku.
uyga qaytishim bilan ozaman. Yo'ldan qoching, tarqaling. Hey, bu yoqqa. Tirikmisan? Hammasi joyida. Politsiya ayni vaqtida keldi. Xiaohu, Ular jang tugashini kutishgan, tushundingmi? Voy yaramaslar. Ketdik. Nega endi? Seni samolyotda ko'raman deb o'ylamagandim. Omadim keldi. Endi qo'lga tushding. Nega keraksiz joyga burningni suqasan? yo'q, kerak emas. Juda soz. Bo'ladimi? Yanada ta'sirchanroq chiqsani ko'proq hissiyot qo'shgin, xo'pmi? Motor! Yo'q, uni bermayman. Jam begona bormi? Uni har grami katta pul bo'ladi. Telefonga ulash. Hey, kimsan? Nima qilyapsan? Men nima qilaman? Shoshilmang dedim-ku. Hozirgina politsiya jinoiy to'da bilan tili birligini ko'rdim. Bu qanaqa mamlakat o'zi? Yo zaring bo'lish kerak, yo zo'ring bo'lish kerak. Politsiya ham ularga xizmat qiladi. Hech kim indamaydimi? Har kun ishlaganimizdan keyin chidashga majbur bo'lamiz-da. Nima? Doim ichgan-ku. Pulni qayerdan olmoqchisan? Aralashishni so'raganmidim? Hammasiga mana shu baqaloq do'sting aybdor. Nima, nega baqirib qolding? Seni yordamingga muhtoj emasdim. O'zingni super qahramon yasab oldingmi? Doim xalal berganing bergan. Xiaohu, tezroq chetga o't. Xiaohu, chetga o't dedim. Amakim kung-funi o'rgatishlarini istayman. Keragi yo'q. Shundoq ham zo'r jangchisan. U zo'r yigit. Hoy sen, doim kaltak yeysan. Nega o'zingni himoya qilmaysan? Xonim. O'chir dedim. Yo'qol, ket. Hoziroq daf bo'l. Xiaohu, uyga kir. Xayr. Xolajon, buni Xiaosa berib yubordilar. Xiaohu jiyani ota-onasi avtohalokatda vafot etishgan. Yaponiyada unga g'amxo'rlik qilish uchun qolgan. Men bilan ketishni istamaydi. Oilani boqa olmas ekanman, shuning uchun alohida yashaymiz. Ayollar juda g'alati bo'lishadi. Kutishga qaror qildim va oradan 10 yil vaqt o'tib ketdi. Nega doim buni olib yurasan? Mendan nafratlanishini istamayman. Rostami? Ha, bir kuni yarashib olishdan cho'chiyman. Shuning uchun bu doim qo'limda. Sen ham chakki emassan. Qalbing parchalangan. Hoy, haddingdan oshma. Yaponiya haqida nima bilasan o'zi? Qani? Dugonang seriallarda suratga tushmoqda. Aktrisa. Deding chakki emas, latofatli ayol. Ammo shunday go'zal sen kabi baqaloni sevib qolarmidi? Nima? Hoy. Mana bunga qara. Men yarim yil avval shunday bo'lganman. Katta jangda g'alaba qozonganimdan so'ng tushganman. Eshitganmisan? Ha, qulog'imga chalingan. Tokio. Zobutjin, politsiya Yamamotani topdi. Hoy, janob Lun.
Xayrli tong. Uni izlaganmidingiz? Ha. Marhamat. Ha, suvdan topishdimi? Negadir g'alati emasmi? Narkotik modda ko'p iste'mol qilgandan o'lgan. Bu unga xos odat. O'zi baquvvat yigit edi. Gonkongga qochib ketgandi, ammo o'sha yerdan chiqarib yuborishibdi. Joniga qasd qilgan bo'lsa kerak. Janobning fikricha, o'z joniga qasd qilgan. Ha. Faqat shuni gapirdimi? Yapon tilida uzoq gapiriladi. Ha, mayli. Agar shuni istagan ekan, nega Gonkongda qila olmadi? Xitoyliklarda bir gap bor. Kuz kelishi bilan barglar yer tomon talpinadi. Uyga borishni istagan, jonajon vataniga. Ammo nega ko'karib ketgan? Hatto shishmabdi. Bizda murdalarni osongina topishadi. Kecha tunda ancha sovuq bo'ldi. Shunga ko'karib ketgan. Sovuqdi. Axir jang izlarini ko'rmayapsizmi? Axir g'alati emasmi? Vahima qilma. Gonkongga ketaver. Xayr. Mayli. Rahmat. Rahmat. Ko'rishguncha. Xayr. Bo'pti. Lekin janob, nima? Sochingiz noto'g'ri turibdi. Ay, tegma. Yapon politsiyasi uni topdi. O'likmi, tirikmi nima ahamiyati bor? Ortga qayt, faqat avval haqqimni to'lab qo'y. Pulni nima daxli bor? Osongina taslim bo'lmoqchimisan? Izquvorliging qayerga ketdi? Tokioda unga o'xshaganlar qancha ekanligini bilasanmi? Ertalabdan beri 30 ta eshikni dabdala qilding. Agar haq bo'lsang davom etamiz. Aksi bo'lsa to'xtatamiz. Nimadir topishga ishonchim komil. Hozir chiqadi. Bari befoyda. Natija bormi? Men banan topdim. Tushunmadim. Topaman dedim-ku. Xitoyliklar osonlikcha taslim bo'lmaydi. Voy! Yordam ber, qutqar! Itlarni urib bo'lmaydi. Yordam bersa-chi, bo'la qol. Qutqar, bo'la qol. Nega qarab turibsan? Hoy, it, keta qol, ket dedim. Bor, yo'qol, ket. Voy, seni xafa qilganim yo'q-ku. Men otaman, sen urasan. Otdim. Voy, nega meni urasan? Voy, oydod. Mana. Aqlli it. Yaxshi it. Aqlli it. Barakalla. Bo'ldi. Qimirlama. To'xta. Jim bo'l dedim senga. Yomon it. Tirikmisan? Shunaqa shekilli. Voy! Necha yildan beri politsiyachisan? 10 yil. Nahotki. Ha? Xo'sh, nima qilibdi? Nega kapitan bo'lmagansan? Men lavozimga qiziqmayman. Amaki to'g'irladim. Ha, barakalla, azamat. Telefon suvga tushib ketgan, ammo hech narsasi o'chmagan. Faqat bitta tasvirni ocha olmadim. Keyinroq urib ko'raman. Bu yana nima bo'ldi? O'sha manzilni bilaman, o'zim boshlab boraman. Ularni olqishlab qo'yamiz.
Hakina va Sanni qarshi oling. Hoy. Hoy. Bu sevgili emasmi, ha? Ha. Shunday. Juda chiroyli ekan, ha? Ishdan chalg'imaslik kerak. Yura qol. Bugun maxsus mehmonimiz bor. Uni olqishlar bilan qarshi oling. Marhamat. Tezroq qimirlang, nega imillaysiz? Tezroq tort, bo'la qol. Hoy! Bittasi qani? Nega turibsan? Bor qidir, tez! Azasi g'alatimi? Voy. Bunaqasini yeb ko'rmagan ekanman. Ana topdim. Mazali ekan. To'xta. Qayoqqa yo'l olding? Tuzukmisan oshna? Kaltaklashmadimi? Ha? Engash. Ortidan. Hoy, to'xta. Oshna. Qani? O'sha, to'xta. Hoy, yaxshimisan? Xo'sh, urushasizmi? Qani? Bu nimasi? Vojon, yaxshimisiz? Jufulun, Keling. Qani, bo'l. Xo'sh. Jufulun, Qo'rqoqlar. Jufulun, bu nimasi? Hammadan uzr so'rayman. Tushunmovchilik bo'ldi. Bizga hujum qilganlar shu. Hoy, azizam. Nega ishlashimga xalal berasiz? Shularga ishlaysanmi? Nima ishingiz bor? Ular tovlamachi, politsiya qani, yordam bering. Kim bor? Hoy. Ey! Hammasi sen ishingmi?
Politsiya chaqiraman. Men Gonkonglik politsiyachiman. Sen zolim, men esa yaxshi odamman. Nima demoqchisan? Kim bor? Nima bu? Nima bu? Seni kimligingni bilaman. Hoziroq shahrimdan jo'na. O'zingni takeshi kitanoga o'xshab tutma, tushundingmi? Nima? Shoshmang, men bor uzr so'rayman. Sevgilim, menga quloq sol. Hozir siz eshitasiz. U meni mijozim va hozir ishdaman. U yaramas. Men ishlayapman, tushundingizmi? Ishdaman. Chet elga ilk marta chiqdim. Yoki muvaffaqiyatimdan xafamisiz? Sendan xavotirdaman. Nima deganimni eshitdingmi? Nima deganimni anglamadingizmi? Seni doim mehr bilan tinglaganman. Har bir so'zingga e'tiborliman. Menga buni keragi yo'q. Shunchaki hurmat qilishingizni istayman. Haligi men Yo'qoling, iltimos keting. mayli. Senga shunchaki do'st sifatida aytmoqchiman. U bilan ishlama. U yovuz kimsa, tushundingmi? O'zingni o'yla. Sovsa. Seni juda sog'inadi bechora. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Keldingizmi, janob? Nimadir bo'ldimi? Ishlaringiz yaxshimi, janob? Salomatmisiz, janob Shamakuro? Yuring. Hoziroq bu yerdan ketamiz, iltimos. Ketaveraymi? Ha, bo'ldi, tushundim. Menga ham tushuntirish shart emas. Hurmatli insonlarni nega bezovta qilasiz? Tavba! Siz sabab ishdan qolib, shu yerga kelishga majbur bo'ldim. Uzr so'rayman. Kechiring. Kechirasiz ming bor. Uzr. Bo'ldi, suratga olmang. Hammasi joyida. Bo'ldi. Uzr so'rayman. Kechirasiz. Doim muammo tug'diradi. Sizni kuzatishmas ekan. Giyohvandlik borasida Yapon politsiyasining xabari bor. Ammo dalillar yetarli emas. Sen menga ishonasanmi? Bu muhim emas. Biz Yaponiyadamiz. Kechirasiz. Bizni olib chiqqaning uchun rahmat. Hechqisi yo'q. Men 113 kilogramm vaznli politsiya zobitiman. Yerning o'z o'q atrofida aylanishiga xalal beryapman. O'zimni haq deb bilardim, ammo xato qilgan ekanman. Super qahramon bo'la olamanmi yoki maxluq? Endi ishlab bermaymiz. Super qahramon emassan, bas qil. Meni ham bo'shashishlarini istaysanmi? Ket Gonkongga. 10 yildan beri birga yashaymiz. Har kuni g'alva topasiz. Bir kuningizni menga ajrata olasizmi? Atigi bir kun. Bularni hammasini unutib. Hayotda boshqa kasblar talaygina, ammo nega doim bir narsani ortidan quvaveramiz? Nega? U jinoyatchi. Menga e'tibor bermasliklarini istaysizmi? Hayotingizda bosh qahramonga aylanmoqchi bo'lgandim. Gaplashib olishimiz kerak. Mashinadan tushib tur. Xo'p, mayli. Ketma. Gaplashib olaylik. Nimani tushunmading? Qahvaxonani sotib, yurtimizga qaytamiz. Meni tashlab ketasanmi? Allaqachon ajralib bo'lganmiz. Sen uchun Yaponiyada qolib ketdim. Shuni vaqtliroq aytsang bo'lmasmidi? Katta yordam berding. Qahvaxona, baliq rastasigacha vayron qilding. Nima? Qahvaxonani sotgach, qarzimni to'layman va ikki tomonga ajralamiz. Faqat pul qarzmisan menga? Shunaqa degin? Ha, mayli. Yaxshilab o'yla. Hammasini eslatib qo'yaman. Mayli, boshla qani? Kuni bilan kashtan qovurasan, qo'llaringni kuydirib bo'lding. Zobitliging qayerda qoldi? Meni ko'r deb o'ylaysanmi? Axir eplolmasliging aniq-ku. Nima demoqchisan? Ko'chada ayollar bilan o'yin o'ynashliging nimasi, ha? Hammadan pul to'plab chiqaman. Ular seni juda yomon ko'rishadi. Meni aybdor qilishadimi? Voy bo'ldi. Kirimga qiziqmaysizmi? Ha, yana qanday fikr? Ha.
Bo'ldi, urushmang. Kelishdikmi? Bu nimasi? Mana men tajribali insonman. Meni yaxshi tanimasang ham ishon. Mana bu kimsa seni jon dildan sevadi. Hatto qo'rqinchli va semiz bo'lsa ham. Yashira olmayman, uzr. Bu kabi insonlar kam. Senchi? Unga nisbatan tuyg'ularing bormi? Aks holda nega ayro yashaysiz? Uni kaltaklashganda nega himoya qilding? Haqiqatga tik boqish vaqti keldi, kelishdikmi? Haqiqatni oshkor qilaman. Aksi bo'lsa, ikkingiz ham 10 yil kutmagan bo'lardingiz. Ha, men haqman. Unutmang. Bahsda haqiqat yuzaga chiqadi. Boshla. Voy, qayerga? Yonlarga bor. Taslim bo'lma. Yaxshi. Chindan ham qahvaxonani sotmoqchimisan? Hali ham tortishuvmi? Hoy. Bu nimasi? Barakalla. Alo? Nima kerak? Lag'mon yeymizmi? Searching for meaning, I'm losing my way. Heart is beating, this feeling. Oldik. Mayli. Even in the pouring rain, raging storm is on the way. Waiting. Azizam. Bir narsani tan olaman. Seni uzoq ko'rmadim. Buni aytish shart emas. Hozir tinchgina aytaramiz, xo'pmi? Ha, xo'p, mayli. Kelishdik. Aslida sizga gapim bor. O'sha kuni gaplaringizni o'ylab ko'rdim. Ya'ni, Urishib qolgan kecha. ancha vaqt bo'ldi-ku. Siz haq edingiz. Hoy, nimani ham tushunardim. Men mahoratsiz aktrisaman. Unday dema. Hozir ancha mashhursan. Kino olamini chiroying bilan zabt etgansan. Sen chinakam iste'dod egasisan. Muxlislaring ham juda ko'p. Gapimga ishonsan-chi. Ularni sen yuborgansan. Unchalikmasdir. Mayli, hazillashdim. Bo'ldi. Oldik. Hazilim o'xshamadi. Agar bir-birimizni yoqtirsak, unda nega ko'p janjallashamiz? Bu bizni so'zlashuv uslubimiz xolos. Balki hammasini boshidan boshlarmiz. Bu holat nechanchi bor takrorlanmoqda? Doim shunday bo'ladi. Muammo sizni kasbingiz. O'zimni xavfsiz his qila olmayman. Sizdan xavotirdaman. Ishdan bo'shayman. So'z beraman, ishdan ketaman. Bo'shayman dedim-ku. Mana shunday lag'monxona ochaman. Qo'lim gul, to'g'rimi? Xo'sh, Fikringizdan qaytmaysizmi? senchi? 5 tashlang. Yaxshi. Ana bo'ldi. Yaxshi. Aldashni xayolingizga ham keltirmang. Qani? Hamma yaxshimi? Ha, hammasi joyida. Yaxshiman. Yaxshiman. Tirikmisiz? Jarohat oldim. Muammo bormi? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Tinchlaning. Bo'ldi. Hamma sog'-omon. Agar qattiqroq silkitganda boshqa qaytmaydi. Nima bo'ldi? Jarohatlandingmi, a? Qattiq yiqildingmi? Qayerga?
Hozirgina va'da bergandingiz. Ha? Yana yolg'on gapirdingiz. Kasbingizdan voz kecha olmaysiz. Aks holda baxtsiz bo'lasiz. Bu dunyoda odamlar juda ko'p. Ularga yordamingiz zarur. Ammo men ularning orasida yo'qman. Eshitaman. Voy, nima gap? Nega buncha qolib ketding? O'zim borishimni kutyapsanmi? Yo'q. Quloq sol, hoziroq qayt. Super qahramon bo'lmoqchimisan? Dunyoni qutqarish qo'lingdan kelmaydi. Tentakmisan? Eshityapsanmi meni? Eshityapsanmi, ahmoq? Gaplarimni diqqat bilan tingla. Balki aqldan ozgandirman. Hech kimni achinishini istamayman. Boshqalarga ham zarar yetkazayotganim yo'q, tushunarlimi? Nega asabiylashasan? O'zing ahmoqsan. Janob, ma'lumotchining so'ziga ko'ra, o'sha tasvir Xiao Saoda ekan. Endi nimani kutyapsiz? Hammasini nomimga o'tkazib berasizmi? O'zim boshqaraman. Uddalayman. Iltimos, imzo qo'ying. Ha, albatta. Bu nima qiliq? To'xta. Albatta, xo'p. Bo'la qol dedim. Hoziroq. Qani bas qil. Yaramas. Imzola. Bo'la qol. Bo'l dedim. İmzo qo'y. Qo'yil. Bo'larkan-ku, ha? Xayrli tong. Xayrlashgani kirgandim. Yordam bering! Yordam bering! Buvamga yoqqaning uchun chidab kelgandim. Endi u o'ldi. Ishondingmi? Axir aktrisaman. Amaki, do'stingiz qani? Hamma yerdan izlab ko'rdim. Bilmayman. O'sha tasvirni ochdim. Mayli, xolamga ko'maklashaman. Shoshma. Unga berib qo'y. Xo'p, rahmat.
Har bir grammi katta pul bo'ladi. Hammasi joyida qolsin. Hoy, u yerda nima qilyapsan? Qaytdingizmi? Voy, qayerdasan? Tasvirni ochdik, dalillar topildi. Kamzulum qani? Salom. Hey, yaramas. Nega telefonimni olib qochding? Endi boyib ketaman. Har kuni issiq kashdan qovurish jonimga tegdi. Qo'llarim kuyib ketdi. Voy! Voy, telefonda dalillar bor. Ularni qamoqqa tiqsak, qahvaxonani sotishga majbur bo'lmaymiz. Yaxshi. Dalil unda. Jim bo'l. Qimirlama. To'xta. Ochma. To'xta. Yaramas. Telefonni hoziroq qaytarib ber. Qoch azizam. Qoch. Mana senga, mana. To'xta. Qochma, ushlang uni. Azizam. Jarohatlandingmi? Arzimas yara. Telefon qani? Yaxshimisan? To'xta. Yana senmi baqaloq? Voy, do'stim. Arzimas narsa pichoq kirib ketdi. Hoy, Ruxsat berasan deb o'ylagandim. chekmasang ko'proq yoqasan. Nega vaqtliroq aytmading? Azizam, Nima deysan? sen Nima? tez yordam chaqira qol, iltimos. Ularni o'zim hal qilaman. Endi mendan ko'rasiz. Qani?
Politsiya. Ayni vaqtida keldingiz. Xabarim bor. Katta janjal bo'ldi. Bilaman, hammasini bilaman. Tinchlaning. Xavotirga o'rin yo'q. Axir odamlar. Bo'ldi, endi boshsiz. Xo'p, Hoy. Shoshmang. Voy zirrabchi. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Nima, super qahramonmisan? Yo'q, mitti mavjudot, Pokemonsan. Voy. Sen maxluqsan. Yo'q, o'zing shunaqasan. U momotaning qotilligiga aloqador. Nima? Rostdanmi? Ular bilan tiling bir. Sen yakuzasan. Doim ulardan biri bo'lib kelgansan. Isboting bormi? Yaxshi, yurtingga jo'na. Bu Yaponiya. Ustingdan til xat yozib beraman. Sendan avval o'zim ulguraman. Hammasini o'zim uyushtirganman. O'zingcha Bruce Lee'ga o'xshaysanmi? Ajdar asrlar oshi uchib o'tadimi? Nima demoqchisan? Sen umuman o'xshamaysan. Bruce Lee'ning yasama sochi bo'lmagan, tushunarlimi? Rahbariyatga arizani men yozaman. Hammasini yozib oldingmi? Sen yaramasini tarjimon qilib men chaqirtirganman. Men ishimni osonlashtirishing kerak edi. Endi haddingdan oshding, ishdan bo'shatilding. O'zim ketaman. Voy, la'nat oridi. To'xtang. shoshmang. To'xta. To'xta. Bu yoqqa. To'xta, shoshma. Voy, oridi. Qani? Kela qol. Voy, mit tirancha. Endi ko'rasan. Ha? Qochib qol. To'xta. Taqdir. Salom azizam. Sog'inib qoldingmi? Men Shamakuraman. Telefonni ber. Inson uchun eng muhimi nima? Mana. Qani? Og'zingni och. Qani? Qani og'zingni och. Och. Janob Won, taklifimni qabul qilganingdan xursandman. Qoyil! Sen uchun joy buyurtirganman. Mana dalil. Voy, yaramas. Yo'q. Azizim, iltimos, o'lmang. O'lmang. O'tinaman, meni tashlab ketmang. O'lmasligingiz uchun nima qilay? Kinolarimni ko'rishga majbur qilmayman. Xo'jayin, Sizni o'ldi deb o'ylagandim. Yaxshiyamki o'q yalab o'tdi. Jufulun. Men hayron qoldim. Baqaloqni nimasini yaxshi ko'rasan, a? Nima? Baqaloqni nimasini yaxshi ko'rasan? Men baqaloqmanmi? Uni haqorat qildingmi? Menga to'ladan kelganlar yoqadi. Ha, nima? Tushundingmi? Xo'sh, O'zing esa kichkinagina, haligi tishkavlagichga o'xshaysan. topdingiz, tishkavlagich, aniq. Tishkavlagich. Ha. Nega bunday qilding, a? Men har sohada tengsizman. Hayotimga qaydan ham kirib kelding o'zi, a? Mana senga. Ey, nima qilmoqchisan? Hoy. Yaxshimisan?
tirikmisan? Hoy! Yana ko'rasan. Tezroq. Meni eshitayotganlar, shu ondayoq taslim bo'ling. Siz o'rab olingansiz. Qamoqqa olindingiz. Meni eshityapsanmi? Yana bu yerga uchib keldi. Vaqtliroq kelsang, nima bo'ladi? Nega bu safar Yapon politsiyasi senga ma'qulmi, ha? Ofitser videoni internetga joylashtiribdi. Endi barcha davlat rasmiy idoralari ish ochadi. Yaponlar obro'si tushishidan juda ham qo'rqadi. Ha, men hayotimdan qo'rqaman. Shoshma. Oldinda ko'p sarguzashtlar bor hali. Qarasang-chi. Ushlang! Ortimdan. Long! Qani, kela qol. Lun! Ehtiyot bo'ling! Lun! Ushlang! Lun! Shikablagichni sindirib tashlang! Qani?
Yashashni istayman. Hoy, yaxshimisan? Guvohnomani qachon sotib olgansan? Kechagina mashg'ulotlarga borgandim. To'xta. Qoyil. Yutqazdingmi, ha? Ha, men tishkavlagichman. Tan olaman. Kechir meni. Ehtiyot bo'ling. Bu meni shogirdim. Chalg'ima. Xo'p. Hammasi yaxshi. O'tib ketdi. Jim bo'ling dedim. Nima bo'ldi? Nima dedim? Doim og'zingizni yopishimni bilaman. Ammo nimadir demoqchimidingiz? Nohaq ekanman. Aslida siz aybdor emassiz. Hey, Yapon politsiyasini tutish niyatingiz yo'qmi? Bu holda Gonkongga qachon qaytishing noma'lum. Tezroq bo'l. Qani tezroq chiq. Bo'l. Sen uchaver, yo'lda chiqib olishadi. Mayli. Hammasi joyida. Qo'rqma. Meni qo'yib yuborma. Bu safar qo'yib yubormasligim aniq. O'lishimizga oz qoldi. Ushla, qo'yib yuborma. Bo'la qol. Menimcha hayotda to'g'ri chiziqdan boshqa chiziqlar ham ko'p ekan. Yana dumaloq uchburchak singari shakllar ham mavjud. Hayot asli shunda yaralgan. Muammolarni bir xil yechish shart emas. Tushunish va o'zaro hurmat mana shu asosiysi. Semiz yoki oriq buni nima ahamiyati bor? Suvdek shaffof bo'lsang bo'ldi. Xuddi suv singari istalgan shaklga kira olish mumkin. Bu so'zlarni Ju Fu Lun aytayotgani ham ahamiyatsiz. Uning vazni 113 kilogramm. What do you wanna be? What do you wanna see? Where do you wanna go? What do you do? What do you want to hear? What help you may believe? Do 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 do. Film Kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Munisa Jo'rayeva. Unga aktyorlar Abdulhay Otaxo'jayev, Elbek Mirzohidov va Nargiza Mirzayeva ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Anvar Muhammedov, ovoz rejissyori Dilshod Sobirov, muharrir O'ktamali Yo'ldoshev. Abbo, yapon tilida emas, xitoy tilida gapirib yubordim.
Azizam, qayerdasan? Ketyapman. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kechagina haydaganidim, yo'q uchgandim. Uy! Kechiring. So'z yoshlab oling-da. Sekiroq. Yaxshi, mana shunday. Qo'yil! Zar chiqibdi. Mana shunday uchib keladi. Sochim tushib ketdi. Aha, bu yerdamiding? Men keyin sen chaqirasan.